o'quvchilar, bugun sizlar bilan yangi mavzumiz Amir Temur davlat obodonlashtirish va bunyodkorlik mavzusi asosida ochiq dars tashkil etamiz. O'tgan birinchi soat bu mavzu 2 soatga mo'ljallangan edi. Birinchi soatda sizlarga uyga vazifa berganman. Uyga vazifaga toifali jadval metod asosida topshiriq berganman. Toifali metodni boshlaymiz. Ergashinglar, chiqing. Do'stlarni o'chiringlar. Toifalarni yozib chiqing. Uni o'chiring, mavzu kanalini o'chiring. Toifalarni yozing. Xo'p, Amir Temur davrida har bir toifa bo'yicha qilgan ishlar, me'morchilik, shaharsozlik, qurilish ishlari bo'yicha, bog'dorchilik bo'yicha nima ishlar qilganini toifalar bo'yicha hammasini o'rganamiz. Xo'p, shaharsozlik ishi bo'yicha yaxshi. Keyingisi. Shaharsozlik guruhi. Demak, guruhni 3 ga bo'lamiz. Obodonlashtirish guruhi, shaharsozlik guruhi, hunarmandlar guruhi. Tushunarlimi? Xo'p. Shaharsozlikka chiqamiz. Shaharsozlikdan bir vakin chiqadi. Shaharsozlik nima ishlar qilinganini yozinglar. Chiqamiz. O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Davrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Davrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom, mening bobom, mening bobom Temur bobom. Buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Ba'zan uyda, ba'zan umri tog'da kechgan, shamshiridan otlar hurkib, yovlar qochgan. Vatan uchun hatto shirin jondan kechgan, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Temur bobom, mening bobom, mening bobom Temur bobom. Buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Siz tufayli qad ko'tardi inshootlar, meros bo'lib qoldi qancha imoratlar. Mangu yashar haq siylagan ulug' zotlar, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Tarixingiz ta'riflashga tilim ojiz, ne bo'lganda men ham sizning nabirangiz. Umr bo'yi poyingizda ta'zimdamiz, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Bizlar uchun bir imtihon asli hayot, sizni aslo unutmaydi o'zbek avlod. Iymoningiz hamroh bo'lsin, ruhingiz shod, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Temur bobom, mening bobom, mening bobom Temur bobom. Buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Temur bobom, mening bobom, mening bobom Temur bobom. Buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron.
qozongan shon 70 yil seni 70 yil yashadi vijdon Bunlarga qo'shimcha qilganlar albatta chiqishi mumkin. Aytmagan chiqib olsa. Turkiston yozlar yozdi. Voy,